Qiz keltirish kelishimi. Abdori G'ayrat O'shur. Birinchi qism. Chaqchaq o'rni deyishgan gapning o'zimga balo bo'lishini o'ylamabdi ekanman. Ishxonamga kirib o'ltira-o'ltirmas orliqida ikki jintak yenimga o'nib bo'ldi. Gapingizda turdigansiz? Pulni ep keldik. Mana sanib eling. Oygul pul ilish uchun go deyman, so'mkisini oqtirishga boshladi. Ro'shanjin so'zlablik etdi. Ha, mana pulni eling. Mahoratingizni ishqa selib qiz keltiring. Ammo keltirdigan qizni biz tanlaymiz-jimi? Voy, sizlar nimanda qilisizlar? Chaqchaq qilib deb qo'ygan gapnimi rost deb o'ylaydigan ishpami? Voy, bizni ahmoq qilib o'ynasa bo'ladigan kichik bola ko'ryapsiz. O'zingizni erkak sanasangiz gapingizda turing. Tunigin deyishgan bo'yicha pulni akeldik-ku mana. Qandaq, mezingiz chiqatamda. Shahrimizdagi qizlarning hammasi menga ko'yib yuriydi. Men degan erkaklarning sarxili deb o'ylaydingiz-ku. Biz qizni tanlab bo'lib sizni izlaylik, ha? Hozircha xo'shamiz. Ikki qiz qo'llarini lavlariga tekkizib, Xo'sh. nima qilishni bilmay o'ltirib qopdiman. Ishxona mudirining o'qishidan cho'chib, aslimga keldim. Nim bo'ldi Shokirjon? Ikki bog'lan pulni ustilga tashlab qo'yib, hanga qilib o'ltirsak pulning puti chiqib uchib yurmisin yana. Yo'q, hech nima. Boshliqning so'ziga javob bermay, pulni qo'limga oldimda ikki jintakni izlab sirtqa o'zimni otdim. Biroq ular nalarga yo'qoldi, topolmadim. Telefonlari etik. Ishqimi kelishmabdi. Uydimi yo'q. Beshimni qamallab, ustalga o'zimni tashlab, tunugungi ishlarni o'ylashga boshladim. Oygul shahar boshlig'ining qizi. Ro'shangul shahrimizda emas, rayonimizdagi ko'zga ko'ringan boyning qizi. Shunglashqimi bugungi tug'ilgan kun so'rini tug'ilgan kun o'tkazgan qizchaq emas, u ikkisiga xosligidek so'rindikilarning bari ular xo'sh deydi. Bo'libmi yigitlarimiz o'zini bilinmay qilyotdi. Men bo'lsam ular bilan kichikimizdan boshlab universitet tamomlag'ucha birga o'quvachimikin onchiqib ketmaydim. Xizmat o'rni, oila sharoiti jihatlarini ulardan qilishmaydim. O'qigan chog'larimda sinfning oldi bo'lsam, xizmatdimi boshqalarning hurmatiga erishgan edim. Ammo mush chiroyim boshqalarni o'zimga dushman qilib oladi. Cho'nglar ba'zida. Shakir, mush chiroyingni, terangni, oqlig'ingni qizlarga ba'schu. Hey isit, o'g'il bo'p qolg'ina. Qiz bo'lgan bo'lsang, ish boydi-da deb chaqchaq qilsa, qizlar yertigidan marishadi. Bir-biriga bilindirmay xat otkirtlarni avatadi. Men bo'lsam bir qiz bilan muqim aralashmay, kim ko'zimga chiroyli ko'rinsa, shuning bilan bir necha kun aralashib qo'yib bo'ldi qilatdim. Shunlashqimi ba'zi qizlar o'shlik qiladi. Jumladan Oygul bilan Ro'shangulmi shular qatoridan edi. Yigitlar bo'lsa o'zi qo'g'lashgan qizlarning menga kuyib yurishidan, har qanday so'rindagi so'rin gulining menga ta'alluq bo'lishidan bezor bo'lib o'shlik qiladi. Shunlashqa yaqin do'stlarimni so'rin tuzsa, amal bor meni chaqirmaydi. So'rin davomlashmoqda. Yigitlar o'zi qo'g'lashgan qizlarni qo'lga tushirish uchun ularni to'xtamay usul tanslarga tortmoqda. Yemeklik, ichimliklarga zo'rlamoqda. Men bo'lsam beg'am holda yeb ichib, kimni xohlasam shuni tansiga, usulga tortib o'ynamoqda edim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Tuyuqsiz bir beqinimga o'qidi. Qarasam Oygulga. Bu yoqqa chiqay Shakir, deydigan gappa. Sirtda Oygul bilan Ro'shangul saqlab turgan ekan. Shakir, o'zingizni ajab bilamay ketyapsiz-ku. Qarab tursam, so'rindagi 10 necha qiz bilan qayta o'ynab ketdingiz. Bizni bo'lsa voy deganni bilmaydigan o'xshaysiz. O'zingizni kim ko'ryapsiz? Bu shaharning gullari biz edik. Mana oldingizda gul bo'lmay qoldik-ku. Voy, nima da'vatsizlar? Men unday qilmadim-ku. Boshqa o'g'illar dushman bo'lib qolmay deb shu sizlar voy demayapman. Voy qo'rqdim-dan, ha? Undaqda yuring. Siz qo'rqadiganlar yo'q yerga berib o'ltiramiz. Qizlar meni qo'ltiqlabla Ro'shangulning mashinasiga silishdi-da, qo'shni Nahiya bozoridagi kechlik bazmxonaga akilishdi. Mana bu yerda bizni tunaydigan, bizga daxli qiladiganlar yo'q. Qo'rqmang-jimi?
ichimlik, yemekliklar keltirildi. Qarasam orasida chet elning qizil arig'imi turdi. Hayronlik bilan ularning chiroyiga qaradim. Ularmi bir narsani sezdi bo'g'ay. Biz aslida ishmaydik. Bugun siz bilan mas bo'g'ichi ishmasak bu yerdan ketmaymiz. O'zingizning sho'ri, kim bizni bo'zaq qilsin degan. Ular shundoq deyishganicha rumkalan to'ldirdi va ichishni boshlab ketdi. O'ynayapman, ichyapman. Ular ikki, men bir. Bo'lolmadi. Bu qizil narsa ichganda uncha qilmagan bilan meni xilili tashab qo'yibotdi. Ular bo's mas bo'ladigandek emas. Biri tugividi, yana birini keltirishdi. Uni misam unashmadi. İçişdik. Mas bo'lgan sir polani itishib, bir-birimizni tushirishib, o'zimizni maqtashga boshladik. Aygul, sening chiroying, xizmating, oilang barliq taraflarda menga yaraysan. Lekin shu akavurliqing meni bezor qiladi. Sencho Shakir, o'zingni o'ncha cho'ng ko'ma. Qaysi qizni keltirsam keltira olayman deb qolma. Seni qaytag'olmaydigan qizlarmi-chu, samandek. Shundaqmi? Kimkan u meni yaratmaydigan? Bo's aytinglar-chu, qandoq yurmaykan qani? Rasmo, po atmayli, undaq qizlar-chu, nurg'unjimi? Ha, deyishmamsa, shundaq qiz bo'ladigan bo'lsa, bir oyg'ich keltiramsam, Shakir degan ismimni yo'tkib o'taman. Bo'ladi, amsi biz qiz topayli. Ma'qul, bo'ladi. Biroq topgan qiz er yo'q, yosh chiroyli bo'lish kerak-chimi? Chataq yo'q, ammo shartga bir narsa tikayli. Qandaq? Nima tikimiz? Pul. Bo'ldi, cho'payli qilmanglar. Yo'q, pul tikimiz. Chidasang bo'larmikin, Shakir? Ma'qul, bo'ladi. Qancha pul? Qiz keltirishga pul ketadi emasmi? Undaqda sen degan qiz keltirman deb qanchalik pul xarjlarsan? Hey bichora bayqush. Qizlardan bir narsa talash qilib bo'ladimi? Sizlardanglar. 30 ming. Nima? Nimandaq ko'p? Uqtirishdan qo'rqatamsiz? Qo'rqmang. Oldin zakolat uchun 20 ming beramiz. Qiz keltirman deb qarz qilib yurmang yana. Ammo uqtirsangiz 50 ming qilib qaytarasiz. Keltirib olsangiz qoldi 10 mingni berayli. To'yli qolasiz. Qandaq? Pulingni nirapirib, topgan qizingni itish. Keltiramsam 30 mingni baginim bagan. Maslikda po'ytiverdim. Qanchalik ichib, qandoq chog'larda uyga qaytdim bilmayman. Telefonimning sayrishidan cho'chib ketdim. Qat xiyollar chirma bilib, bir o'ltirgancha qetibli qolgan ekanman. Voy, kim o? Kim bo'ladi? Achingiz. Sizga qiz topamiz deb-chu qarang, putimiz teshilay dedi. Pulni to'lab berdigan, qizni tepib berdigan biz achingiz bo'lmasak, kim bo'ladi? Odamga qo'pol tekkinni qara. Bo'ldilar, tez keling. Biz xalq doktorxonasi oldidagi ko'klam oshxonasida. Oygulning ovozi edi. Qandoq qildim deb boshliqqa qarasam, berib keling degandek beshini langishtirib. Aqlli odamda atigandan bu yoq kayfiyatimdan bir narsani sezgandek qiladi. Oshxonaga xomush holatda kirib keldim. Eshikdan kirdim-mu, yiliqi ikki jin menga saqlab turgandek eshik oldida paydo bo'ldi. Voy, keldingizmi jinim? Bundan keyin odamni saqlatmoqchimi? Ularning erkelishidan tallarim shurkinib tursa-mu, amalsiz qoldim. İkkisi ikki yenimdan qo'ltiqlab oldi va menga g'alit qiliqlar bilan erkelab ketishdi. Boshqalar bu ikki qizning qaysisining jini ekanligimni bilmay, bo'yindab qaravotganligini sezsam-mu, amalsiz ular bo'ysunmoqqa majbur bo'ldim. Kimmi meni bular bilan no'chilik talasson debdikan. Maslik po'chilikda degan shu gaplarim uchun nomusni qayrib qo'yib, ularga kimligimni ko'rsatib qo'ymasam bo'lmaydi. Bo'lingdagi bir ustalga o'rlashdik. Sizga tanlagan qizni ko'rsin deb chaqirgan to'q. Qarang, kirish eshigining o'ng taraf ikkinchi eshigida o'ltirgan qiz shu. Ular ko'rsatgan tarafga qaradim. Bizlar bilan tangtush yog'liqini oldidan chigib olgan, qo'l va chiroydan boshqa yerlarni ko'gili bo'mug'idek kiyingan, chiroy suzuk, oq, yasindigan bo'lsa, munu ikki jin qo'liq suv qo'yib beranmigidek go'zal bir qiz o'ltiradi. Ammo qizning yenida bo'lsa, biz bilan birga o'qigan, hozir oldimizdagi doktorxonada ishlaydigan savog'dishim Murat o'ltiradi. Nima? Sizlar meni Muratning qiz do'sti bilan aralash demoqchimi?
Kim Muratning qiz do'sti ekan? Ular degan muhabbat emas, xizmatdosh. Voy, muhabbat bo'lsin nim bo'pti. Deyishgan shartimizda to'y qilmagan, chiroyli bo'lsa bo'ladi-ku. Deyishgan shartga tushmamdik-ya. Qizlarning hujumida bir narsa diyamadim. Murat bizni ko'rdi bo'g'ay, qo'l ishorati qilib qo'yib chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan qizning keynidan qarab qoldim. Hozirgacha aralashgan qizlarim yerim yoti kiyinib yurgachkimi, bu qiz menga boshqacha tuyg'u berib atadi. Bizmo ozroqdan tomoqlanib olib, keyingi ishlarimizni deyish uchun Ro'shangulning uyiga kelib oldik. Chunki uning ayrim hujrasi boshqalarning avora qilishidan xoli edi. Bo'ldi, men o'g'il bola, kelishkinimiz bo'yicha qilay. Ammo bu pulni neri totala? Nima tiksak mayliki, pul tikishmayli. O'ylab baqsam, bu men uchun haqoratgan. Shundaqmi? Biroq biz bundaq qaramaymiz. Pul deyishdiqmi, pul bo'ladi. Biz qizlar lavzida tura olgan yerda, o'zlarimi turala, lavzi o'zlarining bo'lgandan keyin. Undaqda men pul olmay utirvassam, sizlarga pul to'lay bo'lamdi. Yo'q, bo'lmaydi. Hozircha pul olmay utqanda olsamg'o bo'ladigandu. Ular menga qilch yo'l qo'ymadi. Yondirib bergan pulni ikkisi bir to'qmoqdan ikki yon chuqmoq sep qo'yishdi. Keyinchi bir gap bo'la degan umidda vaqtini bir oy qilib bekitib, yonmoq bo'lib o'rnimdan turdim. Nega oldiraysiz? Aramizda kelishim bo'lg'ashqa bir apash to'xtam yetishib olsak bo'larmikin? Bo'ldi, qilisili bo'larmiki? Odamlar rasvo qilgan shu narsamni qiladi zodi. Shundaqmi? Buningga qo'l qo'yasizlar bo'ladi. Oygul so'mkisidan 3 varaq qog'oz chiqarib oldimga tashladi. Qo'limga elib qaradim. To'xta. Muhabbat shartlar to'g'risida. O taraf Oygul, Ro'shangul. B taraf Shokir Aziz. Mazmuni O va B taraf o'rtaq kelishish orqali tuandik mazmunda to'xtamlashdik. Oramizda hech qanday majburlash va til qischiligi yo'q. Shunlashqa bu to'xtam har qanday chog'da kuchga ega. Birinchi, B taraf 5-oyning 14-kunidan boshlab 30 kun ichida Xalq doktorxonasi jiddiy qutqizish markazida ishlayotgan doktor Shamsiya bilan muhabbatlashadi. Ikkinchi, ularning muhabbatining rostligini isbotlash uchun B taraf A tarafning oldida cho'qim Shamsiyani so'yish kerak. Oxirini o'qishga chidimadim. To'xtamni purlab ularning yuziga otdim. Yonchuqumdagi pulni elib tashlab sirtqa yo'l oldim. Afsus, bu ikki budushqoq odamni qo'yib o'tadigan emas. Oldimni to'g'ridi. Shunda qilishingizni bilib to'xtamdan jiqroq bostirib olgan. Yirting, purlang. Menga tugitamaysiz. Yana to'xtam tanglandi. G'azab kuchidan to'xtamni tortib oldim. Yenimdan qalam chiqarib imzo qo'yishga boshladim. To'xtam deganni obdan ko'rib imzo qo'ydigan gap. Keyin yenimman yana. Obdanroq ko'ringizmi? Ko'msammi bo'ladi ekan, o'zimga qildim. So'roq tanglandi. Qo'lni bosdim. Sirtqa chiqib ketish uchun mangdim. To'xtang, pulni elib olishni unutmang. Shamsiyaning kiyimlarini ko'rgansiz, yo'ga pulanmay qiynalib qolmang yana. Bundaqda to'xtaminglarda yurganligini isbotlash uchun ikkimizni so'yishinglar debsizlar-ku. So'yish degan mana mundaq bo'ladi. Oygulning qo'lidan tortdimda levimni leviga bosdim. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Beshimga taraslab tayoq takkili turdi. Uni qo'yib etdim. Ammo kendimga burilibla meni urush uchun qo'lni ko'targan Ro'shangulning belidini oldim va uni so'ydim. Qizlar bundaq bo'lishini o'ylamag'achqimi hayron qilishdi. Bu pullaringlar sizlarni so'yganga to'lgan badal bo'lsin. Sarang. Shundaq, men sarang bo'g'inim uchun uchirganni so'yman shu. Ular qishidimni yenib chiqdim. Ishqi berish xushyoqmay uyga qaytdim. 15 kunni eli qilodan qaytish bilan o'tkazib etdim. Ammo bir narsa yuragimni tatlaydi. Shu o'lmigir jintaklarga uttirib o'tamanmi? Biroq men ta bu kamgich uttirish deganni bilmay kelganim uchun shaytonim meni qiynaydi. Ular uttirg'icha bir amal qilmaymi? Ular degan qizmi xil bo'ladigandek qiladi. Kallamni xiyol besib oldi. U qizni qandoq keltirishni o'ylashga boshladim. Shamsiyaning telefon nomerini topdim. Ko'ku ishlatmaydi ekan. Telefon qilsam meni nima deb qola? Meni tonimaydi albatta. Murat orqali tonishay desam, bumi afsus. Chunki ularning munosabati menga aniq emas. Boshqalarning deyishicha, ular yurmagan bo'lsa-mu, Muratning qizga qanot so'rayotgani aniq edi. Men oxiri amal topdim.
uning ishlash vaqtini surishtirib, bugun kech ishlaydiganligini bilib oldim va bozordan ozroq surgi dorisi elib qaynitib ichib etdim. Kech kirishdan burunla qo'rsqim g'o'rildab meni qo'rqitib qo'ydi. Soat 10lardan oshdimi dori kuchini ko'rsatdi. O'burnidan kelanmadim. Fursatni chang tutib doktorga yo'l oldim. Bugun nima yeyendingiz? Shu odatdagidek tushdi puli, kechda lag'ma yegan. Qayerda? Oshxonalardami yoki uyda? Uyda yegan. Uyingizdagi boshqalarda o'zgarish yo'qmi? Yo'q. Boshqa yemeklik yoki ichimlik ichmadingizmi? Rost, tushdi bir botilka sovuq ichimlik ichgan. Qanday ichimlik? Qutisi bormi? Qutisini tashlab ekanman. Qizil kalg'o deyman. Ichgan narsangizni bilmagingizni qarang. Yemeklikdan zaharlangan o'xshaysiz. Laboratoriyalik tekshirimiz, avrish kelib keling. Uning bilan tunji ko'rishishimiz shundoq boshlandi. Bir soat o'tdimikin u qutqizish uyiga kirib keldi va qizish, o'y qilish, suvsizlanish ahvolini so'rgan bo'ldi. Mening ig'ir darajada yemeklikdan zaharlanganim uchun 3 kun yetib davolanishim kerakligini aytdi. Tunji hujumni boshladim. Men uning kitob o'qishga bakla omroqligini, bo'libmi Jaloliddin Bahramning asarlariga bakma omroqligini bilgan edim. Tayyorlig'inim bo'yicha Leyg'an buloqning 6-qismini qo'limga oldim. Voy, nimandaq odamsiz? Bir qo'lingizda osma, bir qo'lingizda kitob. Demelib badan quvvatingizni oshirmasangiz bo'lmaydi. Ma'qul bo'ladi. Mana bu bobma tukkil asli qoldi. Uning bilan qasdan qiyishdim. Sestralar bayotim beri so'zlab chiqib ketishgan edi. Men bo'lsam Shamsiyaning kirishini kutib o'tdim. Nima kitob u? Sizni o'ziga shuncha ram qilgan? Kitobni uningga sundim. Leyg'an buloq 6-qism? U bakla hayajonlanib ketib o'tdi. Sizmi kitob ko'ramsiz? Jaloliddin Bahramning asarlarini yaxshi ko'rib o'qiyman. Menmi shu? Uning chiroyiga sap soldim va uningdan bir xil hayajonni sezdim. Bu kitobning 6-qismini topolmay rosa ichim pishgan edi. Siz kasal demilang. Kitob bir kun musadir. U kulib qo'yib kitobimni elib chiqib ketdi. Men texim xo'sh edim. Chunki beliq qarmoqqa elinib o'tdi. Bu kitob yig'ilingan bo'g'achqa cho'qim uningda yo'q deb o'ylab, qorong'u bozordan qimmat bahoda sidib oldim. Mening bundoq ishlarga ipim bor edi. Degandek u bu kitobga qiziqib qoldi. Ammo men bu kitoblarni to'liq o'qib bo'lolmag'achqa, uning bilan kitob to'g'riliq fikrlashib qolishdan qo'rqatdim. Shamsiya kechichi bu kitobni ko'rib bo'lolmaydi. Menga bu aniq. Men bo'lsam uning kitobni kunduzi ko'rib olishini so'rashini kutatdim. Shu chaqda men boshqa qismlarni ancha-muncha ko'rib ulgurman deb o'yladim. Deganimdek u atdiganda yinimga kirib, "Kitobingizni o'qib bo'lolmadim. Siz ko'rsangiz qolsin. Bo'lmasa men ko'rib olaymikin?" Voy oldirma o'qiyvering. Kitob ko'rman deb charchab qoladi ekanman. Keslimning saqishiga yordam qilgan bo'lasiz, texi. Undaqda ta'tilmidimmi? Men keyingi ishlarni o'ylab, savodishim Muratning yordamida Balnisdan chiqish rasmiyatini bejirib oldim va 5 kunlik oilda kutinish xati yozdirib, idoraga tashlab berib, kitob ko'rish uchun uyga bekindim. 21-kuni. Dam ilishdan foydalanib, nurg'un kitob ko'rib oldim va xotir qoldirdim. Yelimi yaxshi, o'tir maktab, universitetlarda o'qiganlarimda menmi bir kitob mastonasi bo'lg'achqa, bular menga uncha qiyin kelmadi. Ishga tushibla uningga telefon urdim. Voy, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima deb yaxshimisiz deb so'ragandim. Bekmi tas keldi-da bu javob. Men Shakir. Qaysi kunlik kitobni o'qib bo'ldingizmi-ken deb. Sizmitdingiz? Qanday ahvolingiz? Yaxshi bo'lib qolgansiz? Balnisdan nimandaq to'liq saqaymayli chiqib ketasiz. Kechiring, idorada bejarmasam bo'lmaydigan ishlar bordi. Shunlashqa xizmat degandimi tan saq bo'lsa bejardigandimiz? Vaqti kelganda xizmat oldirash idorami kasal kishini to'nimaydi. Biz uchun ishlab kasal bo'lgan demaydi jami? Ularga yuk bekorchi ko'rinasiz shu. Rahmat ko'nglinizga. Ammo xalq uchun foydali ish bo'lg'achqa o'zimni o'ylab ketmabdiman. Mundaqdan, ammo buningdan keyin diqqat qiling.
cho'qim diqqat qilaman. Bo'lmasa bundan keyin sizdan doim dashnam yeb yurmay yana. Chekib beqish maqsadida gap otdim. Ammo u temidan otlab o'tib ketdi. Kitobingizni o'qib bo'lgan, biroq uyda qo'yib qo'yibdiman. Kechda ishdan tushganda aloqalashib qaytarib bersam bo'lamdi? Ha, bo'ladi. Mush mening nomerim, bekor bo'lib telefon qilasiz. Bo'ladi, kechda aloqalashaylik. Allohga omonat. Bo'ladi, xo'sh amsa. U barliq so'zlarda Allohni eg'izdan tushirmaydi ekan. Biroq men bunaga ko'nmayotdim. Lekin menda ko'nmaymi amal yo'q. Uning bo'ysunish hozirgi vazifam edi. İdarimizning xizmatlari bak oldirish bo'lmag'achqa tushkichi bo'lgan orliqni kitob ko'rib o'tkazdim. Bumu men uchun foydali edi. Tushdan keyin ishga tushibla turatdim. Ikki jintak jindakla ishxonamga o'ndi. Voy Shakirjon, hajab telefonimizni olmaysiz-ku? Doktor qizning o'g'illari so'g'oq kelib, telefonni elishqimi mag'diringiz yetmayotgandi nima? Yaqa yadash, bo'lanmaydig'ini bilib bizdan qechvatgan gap. Uqtirvassingizmi qo'rqmang-a? Qarz o'jida yezib bersangizmi ma'qul deymiz. Sodikarning ballarimi sodiga usti bo'lamdi. Ro'shangul gap qisla to'xtam pul deganni eg'izdan tushirmaydi. Nim baslarga mening ishxonamda ishinglar yo'qmi sizlarni? Bo'ldi qilib yana 10 kun bag'o shu chog'da kelmamsizlar. Men qarasizlar Shakirjon, Shakrabdek eg'izlarning ta'mini tetib qo'yib ketibdikanlar, shu eg'izlarni seg'inib keldik deysizlar. Voy, odamni bearam qilmag'ina adash. Shu ishlarni o'ylasamni qayqig'im kelib turdi mening. Shuni demamsa adash, tomoq yeysammi shu ishni o'ylab, uyqug'im kelib ishtahadan qolaman degina. Voha, mundaqdanglar, sevib qo'yganga bo'ydi qolmaydi-ku deyman. Uning ustiga 15 kunda siziklik bo'lmaydi. Bundaq o'y bo'laverish siziklikning belgisi. Bir tekshirib ko'ramsizlar ya, bo'yinglarda bo'lmasa yana. Voy, menga aljoq so'zlamay. Aklab qo'ysak kim ko'ryapsan? Qo'limizning uchini tutib baqqan erkishi bormi shuni bir so'riya? Ha, shunda xollarim. Qaysi kuni söyganda lavlarda akishining ta'mi yo'q ekan. Bo'ldi qila. Men pulingni olamsan yo'q. Xajlab qo'ymaylik beka. Bo'z xajlab beringlar, o'zinglarning pul emasmi? Xajligidek pulimiz bor-g'ujam, ammo bu pul o'zlariga lozim bo'la. Tutsizlar. Ular pulni oldimga tashlab qo'yib, xo'shmi demay chiqib ketishdi. Ishik sirtiga chiqqanda bo'yindab qarshib. Surgi dorisini azroq ichasiz jumi, o'riqlab pigor chiqirman demisingizmi? Xeyli kelishgan yigitsiz. Ular kulishlar ichida ko'zdan yutdi. Yarim kun vaqtim jili bo'lish, kutish ichida tititlik bilan o'tibdi. Ishtimmi tushdi. Shamsiyadan hech xabar yo'q. Uyga kelib o'ltirsam, telefonim sayrdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nada ko'rishimiz? Uyga keling deysam, cho'nglarning oldida sat bo'g'idek. Siz nada desangiz shu. Bo'lsa bira oshxona tomoq yegach kitob to'g'riliq paralashmamdoq. Uyning ishlariga yordamlashmay yo'qib ketsam, sat bo'larmikin? Yana kelib siz bilan tunji ko'rishdi va avor qilamanmi? Hech qisi yo'q. Birdan bekor bo'lmas. Sizning kitob to'g'riliq fikringizni uqay degan shu. Qiynamsa, men sizning fikringizga qiziqyapman. Ko'klamda ko'rishsak qandoq? Bo'ladi, men sizni ko'klamda saqlay. Bo'ladi, xo'sh amsa. Xo'sh emas, Allohga omonat. Nima deyishimni bilib bo'g'icha telefon uzildi. Ko'nglim bak xo'sh. Maqsadga ost-osta yiqilmoqdiman. Biroq vaqt qistovotdi. Qani ko'rib boqay, utolam demankin. Uydan chiqdimda ko'klam tarafga yurib ketdim. Shamsiya bilan oshxona oldida uchrashdik. Qisqig'ini salom soat qilishgandan keyin oshxonaning xilvat bir yeriga o'rinlashdik. U sumkasidan kitobimni chiqarib menga uzatdi. Kitobingizni muqovlab qo'ydim. Esil asarlarning bejirim bo'lishini xohlayman. Rahmat. Men bu muqovlashga ulgurmagan edim. Jaloliddin Bahramning asarlariga qanday qaraysiz? Tomoq buyurtib bo'lgandan keyin so'rdim men. Bo'lakchilam amroqdan aman. Anglasam Jaloliddin Bahram asarlarini o'zi boshdan kechirgan tarjimonga qarab yozamish. Shunglashqimi uning asarlari turmushga bek yaqin, odamni jalb qilamdikan deyman. Uning mehriga Lig'ambula qatorliq asarlarini beshdan o'tgan deyli. Chunki bu asarlardagi voqelik avtor ishlagan Xotan yezlaridagi ma'rifchilarni asos qilgan. Ammo keyingi romanlari avtor yashagan muhit bilan qilchi munosabati yo'q-ku deyman. Masalan, Ko'mirchi bola romani tasvirlanganidek avtor asardagi hech bir personajga mos kelmaydi. Shunchalik so'zlab Shamsiyani bir nima dang degandek uning chiroyiga boqdim.
Asar o'qisangiz ajab atropliq tushunib o'qiydi ekansiz, ha? Ko'mirchi bola meni ko'p yig'latgan, menga eng cho'nqur ta'sir qilgan asar edi. Afsus, asar vaqaligining bundoq oxirlashishini faqatla umid qilmaydim. Uning bu gaplari menga uni ish ko'rmagan, sodda, osonli hissiyotga beriladigan qalb qasriga boshqalarning kirib boqmaganini ko'rsatib turadi. Shundoq, yozuvchi bo'lsa, o'qirmanlarning xolig'ini bo'yicha asar yozib bersa, sizmi yig'ilmay kulibli asar o'qisangiz bak yaxshi bo'ladi emasmi? Chaqchiqim uni qizartib qo'ydi. Men kayfiyatni o'zimga bo'rash uchun gap boshladim. Jaloliddin Bahram asarlarda shunchalik turmushchillik bor ekanki, qanchalik so'zliginimni, nima deb so'zliginimni aniq deb beramayman. Ammo ishonamanki, so'zlarim bu qizni o'ziga shunchalik qaratib oldiki, u engikini yo'lab, eg'zim qarab o'ltirgancha qetib qolgan edi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. So'zlarimni tugitib to'xtagan bo'lsam-mu, u menga qargan peti qetib o'ltiradi. Ichimda kuldim. Bu qizni keltirish asosan putdi deb o'yladim. Afsus, o'ylug'unim xam xiyolli edi. U asta-asta asliga keldi va menga hayronlik bilan qarab: Shakir, siz adabiyot o'qimagan bo'g'aydingiz? Yo'q, adabiyot o'qimagan, biroq adabiyotga bo'lakchilik qiziqman degaman. Kelgusi texi bir yozuvchi bo'lish orzuyim bor. Mush qobiliyatingiz bilan yozuvchi bo'lsangiz, millatimizning faxriga aylana oladiganligingizga ko'zim yetdi mening. Rahmat. Qo'sh qo'llab uning ta'zim qilganini do'radim. Bo'ldi, chaqchaq qilmang to'la. Gap bilan bo'p ketib, tamog'imizmi sovib ketibdi. Tamoqqa boqayli. U demagan bo'lsa, tamoqni unutib, qanchalik so'zlar bo'g'itdim. Tamoqni bo'lib sirtqa chiqdik. Yonma-yon minib, adabiyot, yeziqchilik to'g'risida rosa mulohaza qilishdik. Gapga kelganda men notiq edim. Bunda qizlarning ozroq parangidimi, ularning qiziqishidan tortib, xo'y mijozlarigacha. Ko'proq so'zlasam, oila tarixidan boshlab, omroq taom, kiyim-kechak ranglarigacha bilib olaydim. Bugunmi mana so'z orasida uning sodiq din mo'rt ekanligini sezdim. Ayrilish oldida u mendan: Shakir, namoz o'qiydigansiz? Sizga rost gap qilay. O'qimayman. O'qiy desammi bilmayman. Siz bilan tanishdim, endi o'gitasiz. Sizdek rost gap qiladiganlar ozjimi? Bo'ladi, ati ishxonamga keling. Beradigan kitob bor, shuniga qarab o'ginasiz. Bo'ladi. Paranglashib, uning uyiga burilgan ko'ch eg'ziga kelib qolgan edik. Shu yerda xo'shlashib qaytishdik. Men g'albaga erishib o'tdim. Chunki ata yana uning bilan ko'rishishga kelishdik emasmi? 22-kuni. Tamoqda birga bo'lish fursati izlab, kunduzni qasdan bekorga o'tkazib o'tdim. Kech ishdan tushishni kutib, uning qiyshig'i bordim. Assalomu alaykum Shamsiya. Va alaykum assalom. Yaxshi-ku, endi musulmon bolasidek salom qilishni o'rganibsiz. Qozonga yo'liqsan qarasiya deydi ekan, to'p sizga mansub. Bo'lsa, texim yaxshi o'zgaring. Sizga mono kitoblarni tayyorlagandim. U kitob olish uchun sumkasini axtardi. Yo'lda paranglashib turmay, bir oshxonada tamoqlangach paranglashayli. Bo'ladi, sizga deydigan boshqa gaplarmi bor? Obdanroq joy topayli. Uning obdan joyi degini yanala ko'klam bo'ldi. U bir narsani meni bilsin degandek qastaniga oldingi qitim men 2 jin bilan tamoq yegan ustalni tanlab o'ltirdi. Yoki bu uning bilan munosabatsiz bo'lib, tasodifiy to'g'ri kelishmi bilanmadim. Bu ya paranglashishga qulaylik, tamoqlarım pokiz, ishonchlik, shunglashqa mening doimlik tamoq so'rinim bo'lib qelyapti. U haqiqatan meni tamoqni tanlab yang musulmoncha deganning beri ishonchlik emas davasi kerak bilmasga soldim. Qandoq dana yo'l ko'rsatishingiz bor edi. Siz uchun buni namoz o'qish qoidasi bilan Qur'on Karimning tarjima nusxasini tayyorlagan edim. U kitobni menga uzatganida bu kitoblarni alohida izzatlab tutayotganligiga diqqat qildim. Mushulardan namoz o'qishni o'rgangili bo'ladi ekanda. Shundoq namoz o'qish qoidasidan o'rganasiz. Rasm bilan tushuntirilgan. Har as bira bo'lsa-mu so'r biladigansiz? Bilman. La ilaha, qul Allohu ahad, alhamdu, ashhadu an la ilaha qatorliq so'rlarni bilaman.
La ilaha, ashhadu an la ilaha bular bo'lsa sura emas iymon kalimasining bizlarda ixro qilinishi. Ya'ni iymon aytganda lafz qilinadigan oyatlardir. Qul Allahu ahad, alhamdu emas, sura Fatiha, sura Ixlos deyiladi. Mushu ikki surani bilsangizmi, hozircha namoz o'qishingizga yetadi. Namoz o'qish qoidalarida kichik suralarning yezig'imizcha o'qilishi bor. Ügünüp turing, keyincha butun suralarning elektronlik o'zaki elingan nusxasini tepib beray. Ügünishingizga oson bo'ladi. Ma'qul. Cho'qim atidan boshlab ügünishga tushiman. Ata? Dinimizda ata degan bo'lmaydi. Hozir deymiz. Kechda obdan ko'ring. Atidan boshlab ketasiz. Bular sizga bekmi o'ng'ay? Bo'ladi. Bolaning ona oldida, o'quvchining muallim oldida bosh eggandek yuvashlik bilan bosh egdim. Qur'on Karim bo'lsa bizning harakat mezonimiz. Tahoratsiz o'qishga bo'lmaydi. Har namozdan keyin o'qasiz. Cho'qim astoydil o'qing. U degan bir mo'jiza kitob. Ya'ni Allohning o'z lafzi. Shunglashqa obdaroq ko'rasiz. Bo'ladi. Bundaq chaqda qandoqmi ko'p gap qilg'ili bo'lsin. Ma'qul, bo'ladi. Shunda qilaylardan boshqa gap so'z qilolmay, uningga bo'lgan itoat qilishni ifodalab o'ltirdi. Tamoqlanib bo'lib, uning uyiga qayrildigan do'qmishqicha parimiz din ustida bo'ldi. Men ta'lim ilayotgan talib. U bo'lsa haqiqiy bir ustozga aylangan edi. Ayriladigan vaqtimizda kitobdan tushunmagan yerlarimni qandoq qilaman? Qandoq qilatdingiz? Mendan so'raysiz. Telefon qilsingizmi, ishxonamga borsingizmi bo'ladi? Bu ishlarda men siz uchun xolis chakar. Undaqda bakma avvar qilib etganman-da. Hech qisi yo'q, ajrini Alloh berdi. Allohga omonat. Allohga omonat. U mendan ayrilib 4-5 qadamcha mengib, keyniga burilib. Untig'li tas qaptiman. Ati dam olaman, uyda bo'laman. Izlashga ruxsat yo'q. Telefon qilsangiz bo'ladi. Xo'p, boshliq. Tatliq bir kulimsirash ichida mendan yiroqlab ketayotgan shu gavda qalb qasrimga tajovuz qilmoqda edi. Asarning davomini anglamoqchi bo'lsangiz